kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsionni ishik kirdi, chiqdi, xonam hamma yetar yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Hop, sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, meni xonamda polniy men bilan birga parovoz, xirurglar naq qo'y. Sigaret chekib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjat yo'qdan sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yo'q, klinikani, men reklama qilgan bu odamlar o'lib ketsa, men javobgar bo'lmayman. Mani deb bu klinikaga kelganlar kemeli o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman, yopilsin bu medkonsultat klinika. Bo'ldi, qo'y.